Qo'y. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, juda ham tepalikdan chiqib ketdi. Hech narsa bo'lgani yo'q. Hozir kraskasi yangi ekan. Mana. Buni o'zingiz yasaganmisiz? Biz yasagan. Ha, shuning uchun nima deb o'zlariga o'yin bo'lib tepadan tashlab ko'rsatib berdilar. Xo'p, sizga savol. Necha kilogacha ko'taradi bu? 200 kilo, 300 kiloga ko'taradi. Odam ko'tarib yetaralsa bo'ldi. Ko'taradi. Hurmatli kuzatuvchilar, biz hozir asr to'yxonasidan o'tgandan keyin, Mag'londa asr to'yxonasidan o'tgandan keyin to'g'ri kirganda ustaxonalar bor ekan, aravachalar olamida turibmiz. Nomi Osiyo tekstil. o'zingiz aytib berganmi? Mag'londan kelishingizda Arabcha Shidondan kirgan ko'chaning ichida asr to'yxonaning ko'chasi bor. Ro'parada ko'k darvoza bor. Kirganlaringda Osiyo tekstil ichida joylashgan, timni ichida. Xullas, bu yerda biz sanab chiqmadik, jami bir 700-800 mingga yaqin aravachalar bor ekan. Mingga yaqin aravachalar bor ekan. Bu qanaqa bo'ladi? Do'konga beryapsizlarmi, aholiga sotasizlarmi, chetga chiqarasizlarmi? Aholiga ham sotamiz, do'konga ham optim beramiz. Eng ham chiqadi. Eng uzoq qatgacha chiqaryapsiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Hozirda eng qat bilan ishlayapsiz, eng uzoq qat bilan ishlayapsiz hozir. Xorazm bilan ishlayapmiz. Xorazm bitta olib ketganda ishlab ketishadi. 200 ta 300 ta olib ketishadi. 200 ta 300 ta olib ketishib Xorazmga kanalni ishlatishayotgan. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Biznes qilmoqchi bo'lganlardan qulayvering. Agar o'zmagingiz bo'lsa, bo'sh joyingiz bo'lsa, olib kelib mana shu aravachalarni do'kon tepasiga terib qo'ysangiz, bemalol sotib foydalansangizdan bo'ladi. Endi optim narxlarini shu raqamga telefon qilasizlar, o'zlari turib tushuntirishadi. Agar bir 50-60 ta olsalar, o'zlari ham olib berishga olasiz. Qo'shilib ketganman. Videoda olayotgan vaqtini hozir nimada? Ha. Iyunda qaytdimi hozir? Biz 2025-yil iyunida nimasi? Hozir Kesib olaman. 24 iyunda 24da turibdi. 24-iyunda turibmiz. Hozir video olayotgan sana 24-iyun chunki 1 yil 2 yil yuradi-da bu. Ha, bo'ldi shundan. Chunki sanasini aytiladi. Hozir narx aytmasa bo'lmaydi. YouTube'da narx aytiladi aksar. Ha, bo'ldi. Aravachaning narxi optimga qanaqa, donaga qanaqa. Xo'p, boshqatdan ket. Sana keyin narx 1-2 bor. 2025-yil 24-iyun kuni olyapmiz bu videoda. Akamiz hozir narxlarni aytib beradi bitta. Optimga necha pul, donaga necha pul? 380 ming so'mdan 450 ming so'mgacha bor hozir mahsulotlarimiz aka. Farqi qanaqa bo'ladi? Farqi baloniga qarab razniya qilaveradi. Balonni turbasiga qarab. Xullas 380 mingdan 50 ming so'mgacha bor. Balonida farqi bor ekan, xolos. Ehtiyot qilib ishlatsangiz. Balonni sopida farqi. Qolagan. Lekin mana uni materiali bir xil. Materiallar konteyner. Xo'p, qancha yildan beri faoliyat qilasizlar? 10-yil ketyapti aka. 10-yil. Taxminan men o'zim taxminan qilyapman. 7 million, 8 millionga yaqin aravacha ishlab chiqargan bo'lsalar kerak. Yana nechta o'zingiz bilasiz? Taxminingiz. Yana nimalar yasashlar o'zingizlar? Hozircha shu aravachani o'zidan ortganimiz yo'q aka. Taxminingizcha shu kungacha nechta aravacha yasadlar endi? Kuniga 50-60 ta aravacha chiqadi aka. Kuniga 50 tadan bo'lsa 10 mingdan hisoblab qo'yasizlar endi 10 yilda. Ular juda professional bolalar ekan. Olib ishlatsangiz ham mayli, sotib yuborsangiz ham mayli. Arzon qiladi. Endi aravachalar obzorga olib keling. To'xtang, mana hozir aka 2 qavat qilib yuklab qo'ydik. Keyin mana shu aravachani ustiga 7 dona tepasiga yuklab 10 metr yurib bersangiz, bitta aravachani bepul olib ketaverasiz. Eng qizig'i. Yana 7 dona yuklab. Yo'q, mana undan tashqari 5 ta yuklaysiz. Mana O1, 2, 4, 5. 7 aravachani yuklab yurib berib bepul olib ketaverasiz. Mana arzon variant ekan-a? Ha, bu arzon variant aka. Mana skuter balon, Toshkent turba, bular 380 ming so'mdan chiqadi aka. Skuter balon, Toshkent turba. Aha. Pastagisi Pastelari aka 450 ming so'mdan chiqadi ular. 450. eng qizig'i Balonni hozir bu motor bilan qo'yilgan, men skuterda bo'ladi, 450 ming so'mdan chiqadi aka. eng qizig'i hozir o'zim 7 aravachani yuklab sinab ko'ramiz. Video davomida tomosha qilib turasizlar. Labodni yoniga qo'yib bersangiz 7 tani yuklaymiz. Mana shu 7 ta bas, sizga yana tepasiga bitta qo'shib berasiz, e'tibor ko'ring oldin. Qanaqa bo'ladi? Qanaqa qo'yib beringlarchi. Aravachani shunda yurishini ham, yengilligini ham his qilib oladi. Bo'ldi shuni. His qilyapsizmi, deyapti-yu. Bu tushib ketib qolar ekan. Ha. Oy.
Nima deyapti? Arabacha ustida yo'qqa o'xshayapti. Lekin ana yetsa qiynmasa lekin. Ha, nimadan qo'rqyapsiz? Prosta qo'rqyapsiz, xolos. Men yangi Yengilligi qanaqa? Ama yengilligi qo'lim o'zini bunday qilib ketib kimga o'xshayapti? Qo'lingiz ichida. Qo'lni chidab ketyapti. O'shani ham ushlash boring qilib. Aravachani bilsangiz eng asosiysi shu yengilligida yukni bildirmasligi. Aravacha to'g'ri yasalgan bo'lsa, ko'targaningizda yuk bildirmaydi. Arabacha nolga olingan, hamma yog'i cho'tki, bekorga 10 yildan beri faoliyat qilmas ekan bular. Agar yaxshi ish qilishmaganda 5 yillikda olib ketadi. Ular zo'rsta. Videoga Videoga like bosib, qo'llaringizdan kelgancha kommentariy yozib, qo'llaringizdan kelgancha jo'natib qo'yinglar. Siz etajli sharoitda yashashingiz mumkin. Yoki arabacha kerak bo'lmasligi mumkin. Qaysi bir qarindoshingizga nimagadir kerak bo'lishi mumkin arabacha. sabab bo'ladi. Bo'lib ham bitta odam biznesini yurib ketishiga sababchi bo'lib qolasiz. Mana shu tadbirkorlarimizni yurishi yana ham ko'p odamlar foydalanadi. Biz optim joyda ekanmiz. Mikrofon yo'q ekan endi gapirayotganda. Like bosib qo'yinglar, salomat bo'linglar.